Esimizde bo'lishi kerak, Uyg'urlar yoki Uyg'urlarning ajdodi milodidan 200 yil ilgaridan tortib Hun tangruqligi va yoki Yevropa Hun imperiyasini qurgan. Shahzoda Ustuqtikin Abu Nasr Samaniydan islom haqida anglagandan keyin uning qalbida islom qarta bir xil qiziqish bo'ladi. Bu sababdan Abu Nasr Samaniyni bir qancha kun Qashqarda qilib qolsangiz deb taklif qiladi. Bu Sharqiy Turkiston xalqining, bo'lib Uyg'urlarning ma'naviy hayotidagi yangi burilish bo'lib, biz uchun, ya'ni Uyg'urlar va butun Sharqiy Turkiston xalqi uchun unutilmas kun hisoblanadi. Biz ilgirki derslerimizde sözlep ötkenimizdek Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın vafatıdan keyinki 4 halifenin devri ülgülük, nemunilik devri dep hesaplandı. Çünkü bu 4 halife Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam qandaq ügetken bolsa, devletni, cemiyetni şu boyunca idare kılgan. Halif saylaş olsun, kişilerini başkuruş olsun, hemmesini Kur'an hadisine 100% uygun şekilde elip verişe tirişkan. Ama 4 halifelik devri ahirleşip, Emeviler devleti kurulgandan keyin halifelik ahirleşip, padişahlık devri başlangan. Biz bunu köçmende bazı halifelik dep atadık ama İslami ölçemge sağa vaqtimizda bu bir padişahlık. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam özünün hadisida menden keyin halifelik boludu, ondan keyin padişahlık boludu degan. Dal shunga o'xshash 4 halifeden keyin padişahlık devri başlangan. İslam tarixida cho'ng 3 padişahlık o'tgan. Birincisi Emeviler. Bularning ömrü 90 yil atrofida bo'lgan. İkincisi Abbasiler. Bularning ömrü 500 yil atrofida bo'lgan. Üçüncüsü bo'lsa Osmanlılar. Bularning ömrü 600 yil atrofida bo'lgan. Demek İslam tarixidagi bu 3 cho'ng halifelik va yoki haqiqiy ma'nosida aytsak padişahlıkning ikkinchisi bo'lsa, biz ilgirki darslarimiz tunishib kelgan Abbasiler. Ammo Abbasilarning bu 500 yil hüküm sürgen vaqtining hammasi Abbasilarga ait emas. Chunki Abbasilarniki yanada qurilgan, asosini puxtulgan bir davri va uningdan keyin gullab eng yuqori pallaga yetgan bir davri va uningdan keyin siyosiy huquq Abbasilarning qo'lidan chiqib ketib, turklarning qo'liga o'tgan bir davri va shundaqla ojizlashgan, Abbasilarning hech qanday huquq qolmagan qo'cha xalifaga aylanib qolgan davrlar va shunga Abbasilarningki 500 yillik padişahlıqning hammasini Osmanlılar padişahlıgiga selishtirishga bo'lmaydi. Xulosa qilib aytgan vaqtimizda Abbasilarningki 500 yillik hukmronligini mundaq 3 bosqichga besib tushunishga bo'ladi. Birinchi bosqich Abbasilar devleti qurilib, asosiy puxtlangan davr. Bu devri bo'lsa, Abbasilarning 1-sultani Abu Abbas Saffahdan başlap 5-sultani Harun Reşidning devri qadar davomlashadi. Bu milodiy 750-yildan milodiy 786-yil qadar bo'lgan 36 yilni ko'rsatadi. Bu davrda Abbasilar devletiga qarshi isyon ko'targanlar tinchitilgan, shundaqla bay'at bermaganlarga bay'at bergizilgan, shundaqla Bag'dod shahri qurilib, Abbasilar devletining poytaxti e'lon qilingan. Talas urushida Abbasilar va Turk qo'shini Xitoy qo'shiniga qarshi urushib, g'alaba qilib, Arab va turklarning do'stlik munosabati o'rnatilgan. Ya'ni Abbasilar devletining asosiy rasmiy puxtalangan. İkinci basqıç bolsa Abbasilarning gullangan va taraqqiy qilgan oltin davri. Bu bolsa Harun Reşidning davridan tortib, ya'ni milodiy 786-yildan tortib 847-yilgacha bo'lgan, ya'ni padişah Mutawakkilning davrigacha bo'lgan 81 yilni ko'rsatadi. Bu 80 yil ichida Abbasilar ilmiy jihatda, siyosiy jihatda, ijtimoiy jihatda, iqtisodiy jihatda, ya'ni hamma jihatda haqiqiy turda taraqqiy qilgan. Shundaqla islom tarixining oltin davri deb atalgan, butun dunyoga ilm taqatgan, dunyoga tuhfa qo'shgan olimlarni, hatta bugün günümüzdeki pen texnikinin asasını sağan alimlarni yetiştirgen devri hesaplandı. Bu devrde Beytül Hikme deb aqıllar sarayı qurulgan, tercih merkezleri qurulgan, Bimariston namida doktorxonalar qurulgan, resetxona, astronomiya merkezleri, munozir salonları, yani ilimning hamma sohalari shu Bag'dodga merkezleşken. Meyli Hristiyan bolsun, meyli kafir olsun, kim bolsun, ilim öğrenmekçi olsa Bag'dodga to'plashadigan mushunda holat shakllangan. Üçüncü basqıch bolsa Abbasilarning siyosiy jihatda ojizlashish basqichi. Bu basqich bolsa milodiy 861-yili Xalifa Mutawakkilning, ya'ni padişah Mutawakkilning Türk sanğullar tarafidan o'ltirilib, uning bolasini taxtga chiqqan vaqtidan tortib boshlanadi. Ya'ni bu davrdan tortib xalifa faqat shakliy jihatda xalifa bo'lib turadi, lekin qaroni, huquqni, davlatni idora qilishni Türk sanğullar va vazirlar qiladi. Xalifa siyosiy kuchini yo'qotib, Türk sanğullarning kontroliga o'tgandan keyin Abbasilar davlati siyosiy jihatda ojizlashib qolmadi. Abbasilarning siyosiy jihatda bundaq ojizlashish davri toki milodiy 1242-yili Abbasilarning oxirgi xalifasi o'ltirilganga qadar mana shundaq davomlashadi. Shuning uchun Abbasilarninki 500 yillik tarixininki faqat 150 yil atrofidagi davri haqiqiy Abbasilarga mansub. Shundaqla kuchlangan, taraqqiy qilgan davri. Ammo keyingi 250 yil davri bo'lsa, bu Abbasilarga mansub emas. Chunki bu vaqtda xalifalik faqat shakliy jihatda qilib qolgan, siyosiy kuch bo'lsa turklarning qo'liga o'tgan. Lekin Abbasilar siyosiy jihatda mana shundaq ojizlashib qarab mangan vaqtidami ilmiy jihatda undaq tez keyniga chekinmagan. Ya'ni burunqidek bo'lmasa-mu, lekin ilmiy jihat gullanishi bir qancha asr davomlashgan. Masalan, 10-asrda bizning bobomiz Mahmud Qashqariymi Bag'dodga borgan. Nima uchun? Ilm
o'rganish uchun borgan. Shundaqla Mahmud Qashqari o'zining Turkiy tillar divoni degan bu kitobini 27-xalifa Muqtadi Billaga hadiya qilgan. Bu vaqtda Muqtadi Billah o'xshashli shakli jihatdagi xalifa edi. Ya'ni xalifa siyosiy jihat kuchini yo'qotib qo'ygan bo'lsa-mu, ammo hurmat, diniy obraz jihatda, ya'ni kuchi yoki hurmati, nufuzi bor edi. Lekin xalifada siyosiy kuch yo'q, faqat hurmatli bor. Amaliy kuch bo'lsa Turkistonlarda bo'lg'achqa, Iroq shahridagi valilar asta-asta ajrab ayrim mustaqil uşaq davlatlar shakllanishga boshlagan. Shundaqla xalifa yangi qurilgan davlatlarni o'ziga tabi qilgan bundaq kuch qudratli emas edi. Biz so'zimizni oldidan xalifalarning siyosiy kuchini yo'qotgan ana shu davrda tunji qurilgan Turk islom davlati Qaraxonilardan boshlaymiz. Qaraxonilar kimlar? Albatta biz, ya'ni bizning ajdodlarimiz. Biz kim? Biz Uyg'ur. Uyg'ur nereden kelgan? Qandaq davlatlarni qurgan? Biz bu savollarga javob topish uchun azroq tarixni keyni yondirib, ixcham shaklda tushunishga to'g'ri keladi. Esimizda bo'lishi kerak, Uyg'urlar yoki Uyg'urlarning ajdodi milodidan 200 yil ilgaridan tortib Hun tangriqutliqi va yoki Yevropa Hun imperiyasini qurgan. Bu toki milodiya 250-yil qadar davomlashgan. Undan keyin bizning ajdodlarimiz Ko'kturk qog'onligini qurgan. Bu taxminan 200 yil atrofida davomlashgan. Undan keyin milodiya 744-yili Uyg'ur davlati yoki Uyg'ur Urxun davlati qaysi bo'lsa hammasi birini ko'rsatadi. Yani bu Uyg'ur davlati qurilgan. Bu Uyg'ur davlatimiz bir asrga yaqin hukm surib, milodiya 830-yilga kelgan vaqtda yerlik ofat, shundaqla ichki nizolar sababli parchalangan, ya'ni yemirilib ketgan. Uyg'ur davlati yiqilgandan keyin bir qism fuqarolari Qarluqlarning yayloqlariga borib yerlashadi va shu yerda Qarluq va Yag'malar bilan birlashib, milodiya 840-yili tunji qatim Qaraxonilar davlatini quradi. Bu davlatning poytaxti bo'lsa Qarbala Sog'un bo'ladi. Keyin Qashqa bo'ladi. Yana bir bo'lak Uyg'ur davlatining fuqarolari bo'lsa, g'arb qarab ko'chib Uyg'ur Gansu xalqini quradi. Gansudagi siriq Uyg'urlar dal ana shularning avlodlari. Yana bir qismlari bo'lsa, Turpan va Jimsar atrofiga yerlashib, ana shu yerda Qo'chu xalqi yoki Idiqut xalqini quradi. Demak, Uyg'ur davlati parchalanib, buningdan 3 xalq tug'iladi. Buningdan biz Uyg'ur davlatining cho'ng bir davlat ekanligini ko'ralaymiz. Bu 3 xalq ichida meli siyosiy jihatda va yoki jug'rofiylik jihatda va yoki nufus jihatda eng cho'ngi bo'lsa Qaraxonilar edi. Bularning tunji xoni bo'lsa Bilgigul xon bo'ladi. Qaraxonilar bo'lsa Qashqar markazlik Sharqiy Turkistonda qurilgan. G'arbiy Turkiston bo'lsa Amavilardan tortib islom jug'rofiyasiga tava edi. Ya'ni bu davrda Abbosiylarga tava edi. Abbosiylarning xalifasi Ma'munning bosh qo'mondoni Tahirni bu yerga vali qilib avatgan. Ya'ni Samarqandga, G'arbiy Turkistonga vali qilib avatgan. Keyin Abbosiylar xalifasi o'zining siyosiy kuchini yo'qotgandan keyin Tahir mustaqil bo'lib, u yerda Tahiriylar davlatini qurgan. Ya'ni Sharqiy Turkistonda Qaraxonilar qurilgan vaqtida G'arbiy Turkistonda Tahiriylar davlati bor edi. Tahiriylar davlati bo'lsa islom diniga itoat qiladi. Shundaqla ularning xalqi, ya'ni G'arbiy Turkistonning xalqi nurg'unlari musulmon bo'lib bo'lgan edi. Lekin Sharqiy Turkistonning xalqining ko'p qismi musulmon emas edi. Shundaqla Qaraxonilar bo'lsa Budda diniga va yoki Mani dinlariga itoat qiladi. Shundaqla Idiqut, Gansu xalqimi o'xshashla Mani diniga va yoki Budda diniga itoat qiladi. Sharqiy Turkistonda Qaraxonilar davlati qurilgandan keyin G'arbiy Turkistondan musulmon savdogarlar Qaraxonilar davlatiga iqib kirishga boshlaydi. Bu jarayonda ba'zi fuqarolar islom bilan tanishib musulmon bo'ladi. Savdogarlarning rasullikka, axloqi Sharqiy Turkiston xalqining qalbini moyil qiladi. Milodiya 880-yili Qaraxonilarning tunji xoni Bilgigul xon vafot topadi. Undan keyin uning o'rniga Bazir Arslan xon Qaraxonilarning xoni bo'ladi. Bazir Arslan xon milodiya 910-yili vafot bo'ladi. Uning o'rniga o'g'li Sutuq kichik bo'lg'achqa, uning qarindoshi O'g'ilcha xon bo'ladi. Shundaqla O'g'ilcha xon Sutuqtikinni o'zining himoyasiga olib, uni tarbiyalaydi. Milodiya 932-yili Shahzoda Sutuqtikin 23 yoshga kirgan vaqtda shikarga chiqadi va shikardan qaytish yo'lida G'arbiy Turkistondan kirgan bir to'p musulmonlarning namoz o'qiyotganligini ko'radi. Ularning qilayotgan namozga qarab Sutuqtikin hayron qoladi. Ular namozni tugatib bo'lgandan keyin Sutuqtikin ularning qashiga berib, ulardan nima ish qilayotganligini so'raydi. Ularning ichidan Abu Nasr ismli bir kishi Sutuqtikinga o'zining musulmon ekanligi, o'zining namoz o'qiyotganligini Sutuqtikinga tushuntirib, islom haqida azroq tushuncha beradi. Shahzoda Sutuqtikin Abu Nasr Samoniydan islom haqida anglagandan keyin uning qalbida islom qarta bir xil qiziqish bo'ladi. Bu sababdan Abu Nasr Samoniyni bir qancha kun Qashqarda qilib qolsangiz deb taklif qiladi. Abu Nasr Samani uning talabiga qo'shilib ma'qul bo'lib qilib qoladi. Shahzoda Sutuqtikin uning bilan bir qancha kun islom haqida paranglashib, uning qalbi islomga haqiqiy qanoat topadi va o'zi maxfiy holda tunji bo'lib iymon aytadi. Ondan keyin atrofidagi ishonchlik navkarlarga islomni tushuntiradi. Ularni bir-birlab islomga kiradi. Sutuqtikin xuddi payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning metodiga o'xshash maxfiy holda atrofidagi kishilarga islomni tushuntirishga boshlaydi. Natijada uzunga bormay uning atrofidagi 5-600 odam musulmon bo'ladi. Shahzoda Sutuqtikinning musulmon bo'lganligini kafir tag'isi O'g'ilcha xon sizib qoladi va uni qattiq ogohlantiradi. Lekin Shahzoda Sutuqtikin to'xtamasdan maxfiy da'vatini davomlashtiradi. Oradan bir qancha yil o'tadi. Musulmon bo'lganlarning soni kundan kunga ko'payishga boshlaydi. G'arbiy Turkistondan kirgan savdogarlar sababli xalq ichida musulmonlar ko'payishga boshlaydi. Ba'zi sharoitlar hozirlangandan keyin Shahzoda Sutuqtikin puxta plan tuzib, kechida 40 dona navkar bilan maxfiy o'rniga besib kiradi.
va Kapır tog'asi o'g'il chaqqonni o'ltirib o'zi taxtga chiqadi. Bu vaqtda Qashqar xalqining yarmidan ko'proq musulmon bo'lib bo'lgan edi. Ustuqlikinninki o'rda urushayotganligini bilgan Qashqar xalqining ko'p sonliqi uningga yordam berish uchun o'rda atrofiga to'plashadi. Oxirida Shahzoda Ustuqlikin g'alaba qilib o'zini Xaqon deb e'lon qiladi. Shundaqla rasmiy shaklda Xaqoniylar davlatining dinini islom dini deb e'lon qiladi. Bu Sharqiy Turkiston xalqining, bo'lib Uyg'urlarning ma'naviy hayotidagi yangi burilish bo'lib, biz uchun, ya'ni Uyg'urlar va butun Sharqiy Turkiston xalqi uchun unutilmas kun hisoblandi. Chunki bu vaqtda butun Sharqiy Turkiston xalqi ozg'un mani va Budda dinlaridan haqiqiy to'g'ri bo'lgan islom diniga ko'chgan edi. Ustuqbo'raxon Xaqon bo'lgandan keyin G'arbiy Turkistondan olimlar, savdogarlar texnik ko'p eqib kirishga boshlaydi. Shundaqla Ustuqbo'raxon G'arbiy Turkistondan ustoz olimlarni, imomlarni hammasini taklif akiradi. Sharqiy Turkistonga jiddiy shaklda masjidlarni va madrasalarni bino qilishga boshlaydi. U hayot vaqtida 36 dona yangi shahar barpo qiladi. G'arbiy Turkistondan kirgan islom olimlari Ustuqtikinga Abdul Karim degan bu musulmoncha ismni beradi. Shundaqla Ustuqtikin o'ziga qahramon degan ma'noni bildiradigan Bug'ro degan taxallusni qo'shib Abdul Karim Bug'roxon deb ataladi. Sulton Ustuqbo'raxon musulmon bo'lib, davlatning dinini rasmiy shaklda islom dini deb e'lon qilgandan keyin Budda dinining markazi bo'lgan Xotan va Kucha tarafning Uyg'urlari butunlay isyon qilib, o'zi mustaqillik e'lon qiladi. Sulton Ustuqbo'raxon ularga qarshi qo'shin tortib, ular bilan uzun muddat tirkishdi. Bo'libmi Xotan xalqi nihoyat qattiq tirkishib, ular bilan bo'lgan mujodala, kurash uzun yil davomlashgan bo'lsa-mu, lekin natija ola olmaydi. Oxiri Xotanning ichidagi musulmon beklardan birisining hamkorlashishi bilan Xotan fath qilinib, Xotanga rasmiy shaklda islom kiradi. Lekin Xotan xalqining ko'p qismi yana musulmon bo'lg'ili unamay Budda dinini qilib qoladi. Ondan keyin Kuchaga qo'shin tortadi. Kuchaning yarmi musulmon bo'ladi, yarmi yana o'zining Budda dinini qilib qoladi. Ondan keyin Idxud Uyg'urlari qo'shin tortadi. Idxud Uyg'urlari sulhiy talab qilib, o'zlarining dinini qoladigan, lekin ulpan topshiradigan bo'ladi. Sulton Ustuqbo'raxon o'zining xalqini to'g'ri bo'lgan, haqiqat bo'lgan islom diniga kirgizish yo'lida ana shundaq tirishchanlik va mujodala qilib 20 yil hayotini sarf qilgandan keyin milodiy 955-yili vafot topadi. Uning o'rniga Musa Bo'raxon sulton bo'ladi. Sulton Ustuqbo'raxon vafot topgandan keyin Xotan va Kuchaning buddistlari yana isyon ko'tarib, yana mustaqillik e'lon qilib oladi. Milodiy 982-yili Musa Bo'raxon vafot topadi. Uningdan keyin Harun Bo'raxon Qarxoniylarning xaqoni bo'ladi. Harun Bo'raxon taxtga chiqqandan keyin uzun muddat Xotan buddistlari bilan tirkishadi. Oxiri ularni besib turib tinchidi. Sharqiy Turkiston xalqi, ya'ni Uyg'urlar islom bilan uchrashgandan keyin, ya'ni musulmon bo'lgandan keyin madaniyat, harbiy, iqtisodiy har jihatda texmi jonlanib ketadi. Masalan, ilmiy jihatda Sulton Ustuqbo'raxon musulmon bo'lib islom dinini e'lon qilgandan keyin Abu Nasr Samoniyning tashabbusi bilan Qashqarning Otishdagi Mashhadda tunji bo'lib Sojiya madrasasini ochadi. Bu madrasada Qur'on, hadis, fiqh, astronomiya, tabiatshunoslik, hisob, hatto falsafalardan tortib bütün fanlarning hammasi o'rgatiladi. Bu madrasaga taraf-tarafdan o'quvchilar o'qishga boshlaydi. Vaqtning o'tishiga ergashib, buning o'xshagan yuzlarcha madrasalar ishladi. O madrasalardan mashhur olimlar yetishib chiqadi. Masalan, bu madrasalardan tunji turkumda yetishib chiqqan olimlar bo'lsa, Allom Rashidin Kashg'ariy, tarixchi Abdug'affar ibn Husayn Kashg'ariy, jarroh Imomiddin Kashg'ariy, hammamiz biladigan Mahmud Qashg'ariy va Yusuf Xas Hojib va Mahmud Qashg'ariyning ustozi Husayn Xalif Qashg'ariy qatorliq atoqli yetuk ulamolar yetishib chiqadi. Bu ulamolar yana shu Qarxoniylar tuproqlarida qurilgan madrasalarda o'qituvchilik qiladi. Shundaqla Qur'on Karim tunji qatim uyg'ur tiliga, ya'ni bizning tilimizga ana shu Qarxoniylarning davrida tarjima qilinadi. Ya'ni Qarxoniylar xon jamiyati ilmga, islomga nihoyat ahamiyat beradi. Bu sababdan Qarxoniylar xon jamiyati ichidagi shahzoda Mahmud Qashqariy olim bo'lib yetishib chiqadi. Shundaqla Qarxoniylar davlati olimlarni nihoyat hurmatlaydi va yuqori mansablarga olimlarni qo'yadi. Masalan, hammamiz biladigan Yusuf Xas Hojib Qarxoniylar davlatining ordu kotibi, ya'ni bosh vazirdan keyingi ikkinchi darajalik mansab. Hunar sanoat va boshqa madaniyatdami islom madaniyati bilan birlashib Uyg'urlar, Sharqiy Turkiston xalqi nihoyat yuqori darajada taraqqiy qiladi. Qarxoniylar tuproqlari munbat bo'lganligi uchun u vaqtdan boshlab tunji qatim pil qurtidan yepak ishlab chiqarishga boshlaydi. Shundaqla harbiy jihatda Qarxoniylar islomdagi jihad ruhi bilan birlashib texmi taraqqiy qiladi. Masalan, buvimiz Yusuf Xas Hojib tilga olgandek 12 ming kishilik alohida mahoratli qo'shindan tashkillangan yurtuq alohida qismi ana shu Qarxoniylar davlatida quriladi. Bularning 12 ming sondan tarkib tepishi albatta payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda xabar bergandek 12 ming kishidan tarkib topgan bir qo'shin mag'lub bo'lmaydi deganni maqsad qilgan bo'lishi mumkin. Xulosa qilib aytgan vaqtimizda biz Uyg'urlar, Sharqiy Turkiston xalqi Qarxoniylar davrida ilmiy jihatda, harbiy jihatda, madaniy jihatda eng yuksak darajaga yetgan. Masalan, biz faxrlanadigan olimlarimiz Mahmud Qashqariy, Yusuf Xas Hojib va biz faxrlanadigan asarlari Qotat G'obilik, Turkiytillar divoni, Ahmad Yasaviyning divoni Hikmat qatorliq nurg'unlagan asarlar ana shu Qarxoniylar davrida o'ttirga chiqqan. Biz Uyg'urlar, ya'ni Sharqiy Turkiston xalqi davlatining dinini islom qilgan vaqtda keyingi chekingan emas. Bugun kunimiz qadar biz undan faxrlanadigan ana shunday o'chmas tuhfalarni yaratgan. Bugun kunimizda dinsizlar har xil tashviqot vositalari orqali Uyg'urlar musulmon bo'lganligi uchun mushu kun qoldi. Agar biz islomni yiroq yashagan bo'lsak, bunda zulm ta'maytdik va yoki boshqa millatlarga o'xshagan nurg'unlagan tuhfalarni
yaratdik degan bu xil shubhalarni tarqitdi. Amaliyotda biz tarix qarab boqadigan bo'lsak, tarix buningga eng to'g'ri javobni bera oladi. Biz bugun kunimizda faxrlanadigan olimlarimiz, kitoblarimiz kimlar tarafidan qaysi davr o'tirg'i chiqqan Qarxonilar davlati tipik islom davlati. Yusuf Xas Hacib Mahmud Qashqari tipik diniy olim. Tilshunosligi boshqa tarafi uning ikkinchi o'rinda turadi. Masalan, Qotat Qo'balik qarab boqadigan bo'lsak, birinchi bobi Allohga hamdu, ikkinchi bobi payg'ambarimizga durud, uchinchi bobi sahobalar, hatto iymon haqida diniy mazmunlarni so'zlab o'tib bo'lgandan keyin, ondan keyin boshqa temalarga kirgan. Hatto Mahmud Qashqari o'zining bir til kitobini, ya'ni devon lug'at turkini bismillah bilan boshlagan. Qarxonilar siyosiy jihatdan nihoyat kuchlanib, keyin vaqtning o'tishiga ergashib, G'arbiy Turkistondagi Samanilar munqariz bo'lgandan keyin G'arbiy Turkistonga kengaygan. Ya'ni Qarxonilar Sharqiy Turkiston va G'arbiy Turkiston har ikkisini o'z ichiga olgan. Mana mushu davrda yana bir turk islom davlati dunyoga tug'ildi. U bo'lsa-mu G'aznaviylar. G'aznaviylar kim? Kimlar tomonidan qurilgan? Nada qurilgan? Biz buni tushunish uchun tarixni azroq kengaytirishga to'g'ri keldi. Xabarimizda bo'lgandek, G'arbiy Turkiston, ya'ni Samarqand, Buxoro taraflar Amaviylar davrida Qutaybah ibn Muslim boshchiligidagi qo'shin G'arbiy Turkistonga borgan vaqtida bu yerga islom berib bo'lgan. Shundaqla ba'zi shaharlar Amaviylarga tava bo'lib bo'lgan. Abbosiylarning davri kelgan vaqtida Talas urushidan keyin G'arbiy Turkiston bilan Abbosiylarning munosabati taxmin chang'an. Shundaqla Abbosiylar valilarini ana shu G'arbiy Turkistonga avatgan. Masalan, Xalifa Ma'mun o'zining bosh qo'mondoni Tahir ibn Husaynni ana shu G'arbiy Turkistonga vali qilib avatgan. Lekin Xalifa Mutawakkilning davri kelgan vaqtida Xalifa Mutawakkil turk Sang'ullar tomonidan o'ldirilib, xalifa faqat shakliy jihatlar qilib, haqiqiy kuchni turklar olgandan keyin G'arbiy Turkistondagi Abbosiylarning valisi Tahir o'zini ayirib chiqib, u yerda mustaqillik e'lon qilgan. Ya'ni ig'zoki jihati demasimi, ularga itoat qilmaydigan, xalifaga diniy jihat hurmat qiladigan, lekin o'z oldiga o'zi xo'ja, shundaq Tahiriylar davlatini qurgan. Markaziy rahbarlik bo'lgan xalifaning amaliy siyosiy kuchi bo'lmagan bo'lg'achqa, uning qilgan hurmatiga rozi bo'lishga majbur bo'lgan. Tahir vafot bo'lgandan keyin o'g'li Talha vali bo'lgan. Bu Tahiriylar o'zining davlatini taraqqiy qildirishda Farislarga bakrak tayangan. Ya'ni Farislar ichidagi Samanilarga tayangan. Samanilar bo'lsa Faris millatidan, ammo sunniy mazhabiga tava nihoyat o'qimishli olim kishilar ko'p chiqadigan bir jamiyat yoki qabila edi. Tahiriylar o'zining davlatidagi yuqori mazhablarga Samanilarni ishiltib, o'zining davlatini taraqqiy qildirgan. Shunda qilib G'arbiy Turkistonda Tahiriylar hukm suriydi. Vaqtning o'tishiga ergashib, Milodiya 872-yil kelgan vaqtida Tahiriylar davlatining beshiga ojiz bir sulton chiqadi. Ya'ni qobiliyatsiz, davlatni boshqarolmaydigan bir sulton chiqadi. Bu qobiliyatsiz sulton davlatning beshiga chiqqandan keyin davlat xaroblashib qarab mangadi. Tahiriylar davlati mana bu shunday xaroblashib qarab yuzlangan vaqtida Tahiriylar davlatining yuqori mansabidagi Samanilar bunga rozi bo'lmaydi va yuqori mansabdagi Nuh, İlyas, Yahya, Ahmad qatorliq bu 4 yuqori mansab amalda bu podshohni, ya'ni Tahiriylarning bu podshohini tushirib, huquqni o'zining qo'liga oladi. Shuning bilan Tahiriylar davlati oxirlashib, Samanilar davlati boshlanadi. Ya'ni Samanilar davlati Tahiriylarningki davomi hisoblanadi. Lekin davlatni Faris millatidan bo'lgan sunniy musulmonlar boshqaradi. Bu sababdan davlatning ismi Samanilar davlati deb ataladi. Samanilar huquqni qo'lga olgandan keyin davlatni kuchlantirib, taraqqiy qildiradi va shundaqla atrofga kengaydi. Milodiya 874-yilga kelgan vaqtda Iron, Afg'oniston va G'arbiy Turkistonni o'z ichiga olgan Samanilar davlati bo'lib shakllanadi. Mana bu vaqtda Sharqiy Turkistonda Qarxonilar davlati qurilg'ili 34 yil bo'lgan edi. Lekin bu vaqtda Istiqbolxon tug'ilmagan edi. Samanilar davlati Faris musulmonlar tomonidan qurilgan bo'lg'achqa islomga va ilm fanga nihoyat ahamiyat beradi. Buxoroni xuddi Bag'dodga o'xshash ilm markazi qiladi. Chunki Samanilar davlatini qurgan va tutib turayotgan hukmdorlarning hammasi huquqmushliq jamiyat bo'lgan Samanilar jamiyatidan edi. Samanilar Faris millatidan bo'lg'achqa Buxorodagi ilm tili Farischa bo'ladi. Qandaq bir ilm o'rgatsa, Faris tiliga o'rib, Faris tilida o'rgatadi. Samanilar davrida ilm fan nihoyat taraqqiy qilgan bo'lg'achqa nurg'unlagan yetuk olimlar yetishib chiqadi. Masalan, u davrda buyuk muhaddis, ya'ni hadisshunos olim Imom Tirmiziy yetishib chiqadi. Meditsina va falsafa sohalarida Balxiy, Farabiy va Ibn Sinadek olimlar ana shu Samani davlatininki mahsuli. Uningdan boshqa Abu Ja'far Xozonga o'xshash astronomlar va Broniga o'xshash buyuk olimlar yetishib chiqadi. Demak, Samanilar davlati ilm ma'rifatga erishgan, shundaqla dunyoga nurg'unlagan olimlarni sungan Faris islom davlati hisoblanadi. Samanilar davlati mana bu shunda G'arbiy Turkistonda taraqqiy qilib, Buxoroni ilm ma'rifat markaz qilgan vaqtida Abu Nasr Samani Sharqiy Turkistonga borgan va shu yerda Shahzoda Suqtikin bilan kurashgan va Shahzoda Suqtikin musulmon bo'lgan. Shahzoda Suqtikin musulmon bo'lib taxtni qo'lga olgandan keyin davlatning dinini islom qilib e'lon qilgandan keyin ilm ma'rifatninki Qashqarda nihoyat tez taraqqiy qilishining sababi G'arbiy Turkistonda nurg'unlagan olimlar bor edi. Bu olimlar Sharqiy Turkistonga qarab ko'chgan. Qashqarni xuddi Buxoroga o'xshash ilm ma'rifat bushki qilgan. Ya'ni u davrda ilm ma'rifat bushklari
islom dunyosida Bag'dod, Andalus, Buxoro va Qashqar edi. Shundaqla Sulton Sutuq Bug'roxon taxtga chiqqandan keyin o'zining musulmon bo'lishiga sababchi bo'lgan bu Samaniylar davlati bilan nihoyat yaqin qarindoshlik, do'stlik munosabati o'rnatgan. Tijorat karvonlari turkumlab kirishga boshlagan. Demak, bizga islom Samanilardan, ya'ni farslardan kirgan bo'lg'achqa, masalan, namoz deymiz va shunga o'xshagan ba'zi fars so'zlarmi bizning tilimizga eqib kirgan. Samanilar davlati ilm ma'rifatda mana shunday gulinibla qolmay, harbiy jihatda, askariy jihatda nihoyat kuchli edi. Chunki Samanilar o'zlari fars bo'lsa-mu, lekin askarga turklardan qabul qilgan. Ya'ni qul turklarni setib olib, o'zlariga askar qilgan. Ko'rinarlik to'p ko'rsatganlarning huquqini o'stirib, ularni azod qilgan. Hatto cho'ng qo'mondonlarimi ana shu turklardan edi. Masalan, Samanilar davlatining mashhur qo'mondonlaridan birisi Olib Tikin edi. Olib Tikin asli qul askar edi. Keyin u to'p ko'rsatib, urushda natija ko'rsatgandan keyin uning huquqi o'sgan. Hatto oxirida Samanilar davlatining hojibligiga, keyin Hojibul Hujaba, ya'ni hojiblarning hojibligiga o'sgan. Hatto oxirida Samanilar davlati Olib Tikinni qo'shinning qo'mondoni, shundaqla Xorasonning valisi qilib Xorasonga avatgan. Xorason bugungi kunimizda Ironning sharqiy qismi, Afg'onistonning g'arbiy shimol qismi va Amu daryosi bo'ylarini ko'rsatadi. Olib Tikin Samanilar davlatida ana shundaq yuqori mansab tutgan bo'lg'achqa, atrofiga o'ziga xos odamlarni o'rinlashtirgan. Hatto o'zi Xorasonga ketgandan keyinmi Xorasonda turib Samanilar davlatining ba'zi qarorlariga ta'sir ko'rsatdi. Masalan, Samanilar podshohi Abdulmalik ibn Nuh vafot tepib, uning o'rniga inisi Mansur ibn Nuh taxtga chiqdi. Olib Tikin buning toza rozi bo'lmaydi. Bu sababdan qoldirib ketgan odamlar orqali uni taxtdan tushirmoqchi bo'ladi. Lekin muvaffaqiyat bo'lolmaydi. Buni Mansur ibn Nuh uqib qoldi-da, bu sababdan Olib Tikin bilan Samanilar davlatining o'tirishga suvoqchilik tushadi. Ya'ni davlat bilan valis o'tirishga suvoqchilik tushadi. Olib Tikin Xorasonda kuchlib mengayveradi. Mansur ibn Nuh huquqi chiqib bo'lgandan keyin Olib Tikinni kontrol qilish va uning huquqini qisqartish uchun uningga qo'shin tortadi. Milodiya 962-yili Olib Tikin 3000 kishilik qo'shin bilan Mansur ibn Nuh avatgan 16000 kishilik qo'shinni mag'lub qilib ularni yengadi. Ya'ni o'zining valisi Olib Tikin bilan Samanilar davlati rasmiy urushga kiradi. Olib Tikin bu urushda g'alaba qilgandan keyin milodiya 963-yili G'azni shahriga kiradi. Ya'ni Afg'onistonning G'azni shahriga kirib, u yerni egallaydi. Olib Tikin Samanilar davlati bilan urushib, ulardan ayrilib chiqqan bo'lsa-mu, lekin ular qarshi qo'shin tortmay, Hindiston taraf qarab qo'shin tortadi. Ya'ni Hindiston taraf kengayadi va qisman joylarni egallab o'zining jo'grafiyasiga qo'shadi. Ya'ni bu yerda Olib Tikin o'zining davlatining asosini solishga boshlaydi. Ana shu paytda Olib Tikin vafot topadi. Uning o'rniga o'g'li Ishoq chiqadi. Ishoq taxtga chiqqandan keyin Samanilar davlati uning qarshi qo'shin tortib G'aznani egallab oladi. Milodiya 966-yili Ishoq vafot topadi. Uning o'rniga Bilgi Tekin chiqadi. Bilgi Tekin chiqqan vaqtda G'azna qo'ldan ketgan, kuchini ozishib qolgan edi. Bu sababdan u yana Samanilarga itoat qilib, Samanilarga qo'shilib ketadi va o'zining huquqida qolib qoladi. U 9 yil hukm tutgandan keyin uning o'rniga Olib Tikinning, ya'ni birinchi G'aznavilar davlatining asoschisi Olib Tikinning o'g'li Subuq Tikin taxtga chiqadi. Subuq Tikin taxtga chiqishdan ilgari G'aznavilar davlatini qurishni niyat qilib chiqqan edi. Shuning uchun u taxtga chiqqandan keyin darhol qo'shin tortib G'aznadan Samanilar qo'shinini qo'g'laydi. Hatto Afg'onistonning Kabulgacha kengaydi. Undan keyin rasmiy shaklda G'aznavilar davlatining qurilganligini e'lon qiladi. Bu vaqt Samanilar davlati uning qarta qanday qiladi? Hech qanday qilinmaydi. Sababi Samanilar davlati ichki urush sababli o'zi bilan mashg'ul edi. Hatto kuchini ozishib qolgan. Chunki iqtisodiy krizis, ocharchilik yuz berib, xalq isyon ko'targan edi. Shuning uchun o'zi bilan mashg'ul bo'lg'achqa, bu Subuq Tikinga qarshi turish emas, Subuq Tikindan ichki isyonni tinchitish uchun yordam talab qiladi. Subuq Tikin o'zining o'g'li Mahmudni qo'mondon qilib, Samanilar davlatiga yordamchi qo'shin avatadi. Bu yordamchi qo'shin Buxoroga berib isyonni tinchitadi. Bu sababdan Samanilar davlati Mahmud G'aznaviyga, ya'ni Subuq Tikinning o'g'liga Sayfuddavla, davlat qilichi degan bu nomni beradi. Va bu orqali G'aznavilar davlatining mustaqilligini e'tirof qilgan bo'ladi. Shundaqla Samanilar bilan G'aznavilar o'rtasidagi adovat yuyiladi. Milodiya 997-yili Subuq Tikin vafot topadi. Uning o'rniga Ismoil taxtga chiqadi. Lekin Ismoil qobiliyatsiz, shundaqla badxarj edi. Davlatni xaroblik qarab yuzlantirdi. Bu sababdan yana bir o'g'li Mahmud G'aznaviy darhol uni taxtdan tushib o'zi sulton bo'ladi. Bu vaqtda Mahmud G'aznaviy 27 yoshda edi. Mahmud G'aznaviy nihoyat dinsuyar, islomga nihoyat mahkam yopishgan mushundaq bir kishi edi. Mahmud G'aznaviy sulton bo'lgan paytda yana Samanilar davlatida yana krizis yuz berib, yana isyon ko'tarilib ketadi. Hatto isyon avjiga chiqib, Samanilar davlati yemilishga qarab mangadi. Bu shu vaqtda Qarxonlar xaqoni 2-Harun qo'shin boshlab G'arbiy Turkistonga hujum qiladi. Ya'ni Samanilar davlatiga hujum qilib, Buxoroga kirib, Buxoroni egallaydi. Ya'ni ichki isyon bilan mashg'ul bo'layotgan paytda Samanilar bu fursatni tutib Buxoroni egallaydi. Shunday qilib, Sharqiy Turkiston va G'arbiy Turkiston Qarxonlarga tava bo'ladi. Qarxonlar xaqoni Harun Bug'roxon Buxoroni ilib bo'lgandan keyin Qashqarga qaytish yo'lida yo'l ustida vafot topadi. Harun Bug'roxon vafot topgandan keyin Samanilar davlatining qoldiq podshohi Nuh Jandi shahrida mustaqil yashayotgan Seljuqlardan Samanilar davlatini qayta qurish uchun yordam so'raydi. Ya'ni Qarxonlarga qarshi urush ochib, Buxorodan Qarxonlar qo'shinini qo'g'lab, u yerda Samani davlatini qayta qurish uchun yordam so'raydi. Seljuqlar kim? Seljuqlar asli hozir qolganligidan kelgan O'g'iz yabg'olari.
bular Jen shahriga kelib o'rinlashgan. Ya'ni hozirgi Qozog'istonning chegarasida. Samaniylar podshohi Nuh mana shu Jen shahrida yashaydigan bu Seljuqlardan Qaraxoniylarga qarshi yordam so'raydi. Seljuqlar ma'qul bo'ladi. Natijada Samaniylar podshohi Nuh bilan Seljuqlar birlashib Buxorodan Qaraxoniylarning qo'shinini yana qo'g'lab Samaniylar davlatini yana qayta quruydi. Samaniylar podshohi Nuh Seljuqlarning uning qilgan yordamiga qarata Nur Ata degan joyni ularga beradi. Shunda qilib Seljuq beyning o'g'li va bir qism qabilasi Nur Ataga kelib urilishadi. Shundaqla Samaniylar davlatining qaytadan qurilishida Seljuqlar nihoyat zo'r töhfə ko'rsatgan bo'lg'achqa Seljuqlarning nomi tilga ilinishga boshlaydi. Qaraxoniylar milodiy 999-yili 10-oyning 23-kuni G'arbiy Turkistonga, ya'ni Samaniylar davlatiga qo'shin tortadi. Seljuqlar bu qatim yordam qilgan bo'lsa-mu, lekin Seljuqlar va Samaniylar davlati Qaraxoniylarning oldida putlab tura olmaydi. Shunda qilib Buxoro yana Qaraxoniylarga tava bo'ladi. Yana G'arbiy Turkiston va Sharqiy Turkiston birlashib buyuk Qaraxoniylar davlati quriladi. Shuning bilan 130 yil hukm surgan Samaniylar davlati tarixga aylanadi. Shundaqla shu davrdagi G'arbiy Turkiston va Sharqiy Turkistonning xaqonini shu davrdagi xalifa taqdirlaydi. Shunda qilib Samaniylar davlati yiqilgandan keyin Seljuqlar o'zining kuchli ittifoqdoshidan ayrilib qoladi. Chunki Seljuqlar Samaniylar bilan birlashib Qaraxoniylarga urush ochgan edi. Amdilikda bo'lsa Qaraxoniylar g'alaba qilib, o G'arbiy Turkistonni egallagan edi. Lekin Qaraxoniylar Seljuqlarga yana yomonlik qilmaydi. Shundaqla ularni Qashqarga ko'chirib keladi. Shunda qilib Seljuqlar, ya'ni Qiniq qabilasi Qashqar va uning atrofiga yerlashadi. Ironning sharqiy qismi Afg'oniston va Amur daryosi bo'ylarida bo'lsa, G'aznaviy davlati rasmiy kuchlanib menayotgan edi. Sultoni bo'lsa biz yuqorida o'tganimizdek Mahmud G'aznaviy edi. Ya'ni G'aznaviy davlatimi musulmon turk davlati, Qaraxoniylarmi musulmon turk davlati edi. Bu sebepten bu iki devlet resmi qarindoshlik va do'stlik munosabati o'rnatadi. Ya'ni islom tarixida tunji bo'lib qurilgan turk islom davlati bo'lsa Qaraxoniylar, uningdan keyin qurilgan turk islom davlati bo'lsa G'aznaviylar. Demak, bu vaqtda ikki turk davlati teng mavjud bo'lib turadi. Bir odamning o'smirlik vaqti, yoshlik vaqti, qiyinlik vaqti va o'limi bo'lgandek har bir davlatning yoshlik vaqti, taraqqiy qilgan vaqti va yemirildigan vaqti bo'ldi. Endi bu Qaraxoniylarning keyingi vaqti qanday bo'ladi? G'aznaviylarning oqibati qanday bo'ladi? Seljuqiylarning oqibati qanday bo'ladi? Buyuk Seljuqiy davlati qanday quriladi? Bu vaqt kitoblar qiziqsanglar, diqqatinglar kelarki darsimizda bo'lsin. Izlar bisib üzülmedi bu karvan, Toğulmaqda Həmzə Kəbi həm Arslan. Izlar bisib üzülmedi bu karvan, Toğulmaqda Həmzə Kəbi həm Arslan.